Assalomu alaykum qadrdonlar, salomatmisizlar, omonmisizlar? Biz hozir Bekto'pi savdo majmuasida turibmiz, qurilish mollari bozorida turibmiz. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsangiz, ajoyib toshli rakvinalarning oldida turibman. Bu toshli rakvinalar nimasi bilan qulay? Eng asosiysi issiqqa chidamli, sovuqqa chidamli, o'zimizni mahsulot, original mahsulotimiz, shuni hisobga olasizlar. Men ham uyga qo'yganman, boshqalarga ham tavsiya qilganman va mana 4 yil, 5 yildan beri foydalanib kelaman. Yana bir narsa ta'kidlab o'tmoqchiman. Hozirgi kunlarda shu toshli rakvinalarimizni ko'pchilik ishbilarmonlar chiqarishyapti. Pochtaman ichidagi original emas. Ko'pchilikda ular qaysidir yo'llar bilan qoliplarni yasab, noqonuniy yasashyapti. Shuni ham ta'kidlab qo'yamiz. Ko'pchiligi bizning mahsulotimiz esa originalligi bilan ajralib turadi. Og'irligi bilan, bo'yog'i bilan, ichidagi mahsulotlari bilan, toshlari bilan ajralib turadi. Bu yerda bizni ko'pchilik qaysi toshni olishni o'ylab qolishadi, chunki buni xilma-xilligini ko'rib birozgina boshingiz ham aylanib qolishi mumkin. Bizning tavsiyamiz shu Bekto'pi bozoriga kelganingizda biqindagi avtoturargohga avtomobilingizni qo'ysangiz, shunda darvozamizni tagida o'zingizlar ko'rasizlar. Katta hajmdagi toshlarimizni ko'pligini ham ko'rasizlar. Hoji odamlar shu yerdalar, hoji odamlar sizni kutib oladilar va yoqqan dizayndagi, yoqqan hajmdagi toshlarni olishinglar mumkin bo'ladi. High-techdan tortib milliygacha toshlarimiz ham mavjud. Eng asosiysi bu yerda mana ko'rib turishinglar mumkin, ko'nglingizga yoqqan barcha mahsulotimizni olishinglar ham mumkin. Kattasi ham bor, kichigi ham bor, bo'yalgani ham bor, bo'yalmagani ham bor. Tavsiyam shu Bekto'pi bozori biqinida joylashgan darvoza tomonidan avtoturargohdan kirsangiz, bo'ldi, marra sizniki. Eng asosiysi bu yerda narxlarni pastligini ham aytib o'tishim kerak bo'ladi. Narxlari boshqa raqobatchi tadbirkorlardan ko'ra ancha past, lekin sifati bilan ajralib turadi. Tavsiyam Bekto'pi bozoriga kelinglar, mana shu ajoyib rakvinalarimizni olsanglar, biz xursand bo'lamiz. Salomat bo'ling.